Xorazm Avtotech xizmat avtosalonidan hali O'zbekistonda qilinmagan yangilik. Atigi oyna 1 million 200 ming so'mdan ham tushuvdan to'lab, atigi 40 ming so'mdan kuningizga ham tushuvdan obunachilar Tracker va Onyx avtomobillarini minib ketishingiz mumkin ekan. Ko'ramiz, oylik to'lovini nechga oladi, dasturini nechga oladi ekan. Assalomu alaykum, Nur aka. Assalomu alaykum, Mag'abek. Yaxshi. Yangilikni to'g'ri-ku. Xudo xolasa. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, Xorazm Avtotech xizmat abonachilari. Sizlarga ma'lumotni zo'ri. Xudo xolasa. Onyx Trackerlar bo'lgan ma'lumot bu. Oldindan endilikda Onyx avtomobilni 30% to'lab 3 yil muddatda 0% olishingiz mumkin. 40% to'lab 4 oyga 0% olasizlar. 50% to'lab 55 oyga 0%dan. 60% to'lab 60 oyga 0% olishingiz mumkin. Endi Tracker avtomobili bo'lsa, oldindan 30% to'lab 30 oyga 0%dan, 40% to'lab 36 oyga 0%dan, 50% to'lab 45 oyga 0%dan, 60% to'lab 60 oyga 0%dan avtomobilni xarid qilishingiz mumkin. Birisini tushuntirib o'taman. Onyx avtomobilini birinchi pozitsiyasini oddiy qilib tushuntirgan bo'lsam, 60% 106 million 140 ming so'm bo'ladi. 60 oyga 0% dan, ya'ni har oyga 1 million 179 ming so'mdan to'lashingiz mumkin. Tracker avtomobilining birinchi pozitsiyasini tushuntirib o'taman sizlarga. 60% to'laydigan bo'lsangiz, birinchi pozitsiyani 132 million 570 ming so'm bo'ladi. Har oyga 1 million 470 ming so'mdan to'lashingiz mumkin yurtdoshlar. Xorazm Avtotech xizmat sizlar uchun yangilik topishdan to'xtamaydi. Doimo sizlar uchun xizmatda. Endilikda hech qanday yo'l kirangizda 40 ming so'm, 50 ming so'm rasxod tatib o'tirmang. Ishingning taychoqlarini olib turib, hazatib minib, oylik to'lovini to'lab beraverasizlar. Xorazm Avtotech xizmat avtosalon adreslari chap tomonimiz, Obulgayni ko'piridan tushib kelaverishingizda chap qo'lingizda, o'ng tomonimiz Telecenter, G'oyi bozor, Taxta bozor tomonidan kelaverishingizda o'ng qo'lingizda joylashgan bo'ladi. Telefon nomerlarini ekranda qoldiramiz. Yaqinlaringizga yarab, yangilikdan xabardor qilib qo'yinglar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.